Assalomu alaykum, xayrli kun barchangizga. Xayrli tong. Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistongacha bo'layotgan velo sayohatimizning 30-kuni azizlar, xuddi mana shu yerda mana ko'rib turganlaringizdek palatka, velik, Kamina Javlonbek Olimovich 30-kunni xuddi mana shu yerda start beramiz azizlar. Qo'llab-quvvatlab duo qilib turganlar hammangizga kattakon rahmat. Bu hozir qayerda turibsiz deganlar, Novoselki degan qishloqda mana ko'rib turibsizlar. Novoselki degan qishloq. Novoselki qishloqdan bugun shu yerda turib qoldim va hozir yo'lda harakatlanib, yo'lda davom etamiz azizlar. Aziz obunachilar, kecha ko'rganlaringizdek, bilganlaringizdek futbol komandasi O'zbekiston terma jamoasi 3-0 ga yutdi. Endi xudo xolasa olg'a Amerikaga qarab, xudo xolasa jahon chempionatlarida ham yutish nasib qilsin. Duo qilib qolamiz azizlar. Faqat marojniy deb marojniyalab qaytmasin. Yutuqdan keyin marojniy yeb qaytsin mayli. Azizlar, bu O'zbekiston uchun juda katta bir bayram desa ham bo'ladi, chunki shunchalik tayyorgarliklar ko'rib, yurtimiz bayrog'ini yuksaklarga ko'tarib, O'zbekiston yanada tanitib, menga ham nasib qilsin degan umidda mana xudo xolasa katta marralar, yuksak marralar zabt etamiz. Avvalasi xudo xolasa duo qilib tursalaringiz, sizlar sabab bo'lib hammasi xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Kattakon rahmat hammalaringizga. Men nima demoqchiman bu gapim bilan? Qo'llab-quvvatlab padishka qilib duo qilib turganlar, Alloh rozi bo'lsin. Kamina Javlonbek Olimovich yo'lni davom etadi bugun azizlar. Yo'lda davom etyapmiz, kun issiqligiga qaramay. Hozir soat 1:33 bo'ldi. Mana azizlar, shunaqa yo'llardan o'tib mana azizlar, kompaniya xohlasa mana shu balandlikda salomon chiqarsak, hammaga rahmat. Ismingiz aka? Rustam. Qayerdansiz? Chimkentdan. Chimkent o'zdanmisiz? Mashalloh. Sirdaryo viloyati Sardoba tumani. Sirdaryo eshitganmisiz? Ha, borganman. O'sha yerda Javlonbek ismi aka, Rustam aka. Mashalloh, aziz obunachilar, mana Qurvachi akamiz Chimkentdan ekan. Hozir aytib choy ichishga dedim, to'xtab. Video ko'rib ana qilgan ekan, hozir qaytishga bosaman deb hozir yo'lda harakat davom etamiz azizlar. Qo'llab-quvvatlab turganlarga hammaga kattakon rahmat. Rustam akamiz duo qilib qo'yasizlar, yo'llarini bexatar bo'lsin, loyim, yo'llari oq bo'lsin har doim. Olg'a. To'xtadi. Aka, videoga olyapman, qarshilik qilmasangiz. Videoga olyapman-da, qarshilik qilmasangiz. Qayerdan kelyapsiz aka? Peterdan aka. Assalomu alaykum. Salomatsizmi, charchamaysiz? Sirdaryo viloyati Sardoba tumani. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, charchamaysiz. Sizlar qayerdan? Bayroqni ko'rib to'xtadik-da aka. Ya rahmat, mashalloh, odam xursand bo'ldi. Nima yordam aka biz? Yo'q, hammasi cho'tka aka. Assalomu alaykum. Tushib shunday to'xtab bayroqni ko'rib shu nima yordam deganingiz o'zi katta baxt aka. Hammasi chiroyli. Olib ketish kerak bo'lsa, Aleksey kecha olib ketib qolamiz. Yo, bizdan rahmat. Aka, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Rahmat. Instagram o'zi patishga bosib qo'ysanglar xursand bo'laman aka. Instagram bormi? Bor. Qayerdansiz? Sirdaryo viloyati Sardoba tumani. Sizlar qayerdan? Chekkaga. Surxondaryo. Qayerdan Surxondaryo aka? Angor? Angorga men borganman 2017-yil. Har bir chas boriz. Angorga. Yo'q, jiyanim xizmat qilgan o'sha yerda. Chiqmayapti aka bu yerda. Sizlardan 46 kilometr, 43 kilometr Termiz. Aka menga profilingizni aytingda, men o'zimga tashlab olaydan. Aziz yurtdoshimiz mana mashinada to'xtab, xola-xo'sirab, assalomu alaykum aka. Ismingiz? Murodil Farg'ona qayerdan aka? Oltiariqdan mashalloh, joningiz bor aka. Sirdaryo viloyati Sardoba tumanidanman aka. Ismim Javlonbek aka. Sankt-Peterburgdan chiqqanman, bugun 30-kun aka. Ko'rmadingizmi internetda? Voy, endi nima qilasiz? Sizni ko'rib qoldim hozir yo'lda. To'xtab o'zimiz Mashalloh, gap. Bayroqlarimizni ko'rdik.
Mana azirtoshlar, Farg'onalik akamiz. Ular kimlar? Zemlaklarmi? Oylar bilan ketyapti, to'xtadim ko'ryapsiz. Joningiz bor aka, kattakon rahmat aka sizga. Xudo razı olsun. Instagram bormi? Ha? Instagram? Pajga bosib qo'ying aka, birozdan keyin ko'rasiz. Hozir biroz charchab sal yo'lar videoga olib, rasmga olib kelib to'xtab turdim-da. Charchab qoldim. Va alaykum assalom. Charchamasizmi? Salomatsizmi? Charchamasizmi? Siz qayerdan aka? Andijondan aka. Andijondan? Mashalloh. Sirdaryo viloyati Salobod tumanidan aka. Ismim Javlonbek, siznikchi? Sanjarbek aka. Sanjarbek aka. Bormi Instagram? Qatishga bosib qo'ying. Bo'ldi aka, bosib qo'ydim. Bu Peterdan chiqqanman, Sankt-Peterburgda O'zbekistonga. Aka bugun 30-kun. Charchamaysizmi? Yo'q, normal, hammasi yaxshi aka. Yo'q, hammasi joyida akajon. To'xtab kamchilik so'raganlar o'zi katta baxt aka. Sog' bo'ling, ishqomat. Yaxshilikda ko'rishaylik aka. Sog' bo'lin. Mana azomatchilar, do'stlarimiz hozir aytib, biroz charchab to'xtab turdim. Assalomu alaykum deb kelib qoldi, to'satdan o'zim qarab. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sankt-Peterburg shahrida O'zbekistongacha bo'layotgan velo sayohatimizning 30-kuni. Mana obed vaqti. Yo'da men boya o'ylagandim, lagermi nimadir desam, yo'q, bu yoqda Sabon bayram, Tatarlar Sabon bayrami bo'lar ekan, Sabon to'yini. Shunaqa dedingizmi aka? Mana akamiz Surxondaryo vatandoshimiz, mana vatandoshimiz Tatarlik. Assalomu alaykum. Алейкум ассалям. Bu ведь тоже Петербург Баласов. Активно. Петербургтан. Да. Да. Ну молодец сен, это самое. А сен ненде траста bilan kelding? M5 mi? Да. M5 bilan. M7. M7 deganda. Да, да. M7 потом Ульяновскдан. Ульяновск, да, да. И manda keldingiz, да? Да, shunday keldim. Ismingiz? Tatar. Yo'q, знаешь же татар, как зовут вас? Rumil. Ismim Rumil. Rumil Javlonbekmi? Ko'kratimiz ko'ramiz. А сен qaysi yaqinida? O'zbekiston. Sirdaryo oblast, Sardoba rayon. Ага. Сен туда-сюда или... Нет, из Санкт-Петербурга, Узбекистан. Ага. Сегодня это 30 день. Да? 30-chi. Да, 30-kun. Dvar Kercheyich bizda. Rahmat, rahmat. Yo'l yurishim kerak. Да. Ну молодец. Mashallah. Мында айбатный моторма. Красивые места. Да, 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 красиво. Это я уже видео снимаю. Это, ну, спросил, это вот, земляки, да, вот да, сказал, да. это татарское, это Sabon. Да. Интересно. Если есть возможность, телегез 28 июня. Да. Каждый год боксер проводит в конце июня. Да? Да. Он и приезжает, они тут помогают. Mashallah. Aziz obunachilar, mana ko'rganlaringizdek akamiz mana aytayapti, mana shu yerda shunaqa bayram bo'ladi har yili bo'ladi-da aka. 28ga. 28 iyunda. Ha, 28-iyunda mana shu yerda azizlar ko'rib turgan joylaringiz Samaradagilar mana shu yerda Mulla ola. Mulla ola. 28-iyunda mana shu yerga kelinglar azizlar, kelasizlar. Mana dindoshlarimiz, mana tatar millatiga mansub akalarimiz mana shunaqa urf bayram da. Ey. Rahmat. Zarana qaranglar, inshaalloh. Tabiatni qaranglar. Allohning o'zisi. Mana bu yoqda pastlarda uylar bor. Mana o'rmonlar mana. Shu tomonga xudo xolisa mana yelida aynan joylarda harakatlanmoqda. Bayrog'imiz pirpirab turibdi. Salqinmi? To'g'risini aytsam, mana qaranglar. Tormoz taqab mana shunday ham ishlamayapti. Xudo xolasa tormoz qolamiz. Chiroyli tabiat o'shancha sizlarga o'rtoqlashim keldi. Bizlar mana bu yerda uylar bor. Pastlarda yoqqan bo'lsa like ayirmaymiz aziz. Yo'l davom etamiz. Mana bu lahzalar videoga omon bo'lmaydi azizlar, azizlar. Mashallah. Abedgacha rostni aytsam, rosa qiynaldim tepa pastlik bo'lib.
Abitdan keyin mana salqinda mana qaranglar ketishdi. Buni o'ziga yarasha gashti bor. Bitta muzqaymoq yesam bo'ldi, esimdan chiqib ketadi qiyinchilik. O'zida muzqaymoq bo'lsa bitta, xudo xolasa. Va magazinga yetib olsak. Tabiatni qaranglar. Rossiyada ham Nexia leganda Nexia'ni qo'ymabsizlar-da. Assalomu alaykum. Salomatlik yaxshimi? Charchamayapsizmi? O'zingiz yaxshimisiz? Peterdan, Sankt-Peterburgdan O'zbekistongacha. O'zingiz qayerdan? Namangan. Mashallah. Ismingiz? Abdusamad bor. Men ismim Javlonbek, Sirdaryo Sardoba tumanidan. 4-savxoz eshitgan bo'lsangiz, So'mir, buzilib ketgan So'mir. O'sha yonda Sardobadan. Butan через Kazan kelyapsan. Yo'q, Kazanga kirmadim, Ulanovskiy bilan. Kazanga kirmadim. Endi xudo xolasa. Endi Qozog'istonga o'tsangiz, Mashrakova bilan. Xudo xolasa. Shunga endi sekin azomatchilar. Mana yana yurtdoshimizni ko'rib, sizga ham xursand bo'ldim. Sizga kattakon rahmat. Davolib, yetilab chiqib ketar. Banakaga boshli, Alseyevkaga boshli. Yo'lingizni bersin sizga ham. Rahmat, charchamang. Nexia shu yerda ham gaz qo'ymabdi Nexia. Azomatchilar qo'llab-quvvatlab turishni davom etamiz. Xolasa sizga qarab yo'l olamiz azizlar. Hammaga rahmat.